Eron poytaxtiga zarba berildi. Hozircha hujum ortida aynan qaysi davlat turgani ma'lum emas. Afg'oniston Pokistondagi yadroviy obyektga zarba berdi. Ukraina iqtisodiy kelajagi Londonda hal bo'lyaptimi? Sunakning tayinlovi katta o'yindan darak. Tolibon ichki ishlar vaziri Pokiston xalqidan armiyaning fikrini o'zgartirishni so'radi. Fojiali o'lim. Epstein fayllarida qozog'istonlik qizning ismi bor. Boliviyada pulga to'la samolyot qulab tushdi. Aholi avariya joyiga o'zini otdi. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada osonlashdi. Endilikda siz O'zbekistondagi Uzcard, Humo, Visa kartalariga yoki hatto naqd pul ko'rinishida ham tez va qulay holatda pul jo'natishingiz mumkin. Hoziroq Play Marketdan yuklab oling va 400 rubl bonusga ega bo'ling. Agarda sizda qandaydir muammo bo'lsa, 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati mavjud. Anjir Pay xalq tanlagan mobil ilova. Eron poytaxtiga zarba berildi. Hozircha hujum ortida aynan qaysi davlat turgani ma'lum emas. Eron poytaxti Tehronda kuchli portlashlar sodir bo'lgani haqidagi xabarlar mintaqaviy va xalqaro axborot maydonida keskin rezonans uyg'otdi. Rasmiy Tehron hozircha hodisaning to'liq tafsilotlarini ochiqlamagan bo'lsa-da, xavfsizlik kuchlari poytaxtning strategik ahamiyatga ega hududlari atrofini nazoratga olgani, ayrim yo'llarda harakat vaqtincha cheklangani ma'lum qilindi. Dastlabki taxminlarga ko'ra, zarba harbiy yoki texnologik infratuzilma bilan bog'liq obyektlarga qaratilgan bo'lishi mumkin, ammo bu borada aniq tasdiqlangan ma'lumot berilmagan. Hujum ortida aynan qaysi davlat yoki kuch turgani noma'lumligicha qolmoqda. Ayrim xalqaro kuzatuvchilar voqeani Yaqin Sharqdagi keskinlashib borayotgan geosiyosiy qarama-qarshiliklar fonida baholamoqda. Chunki so'nggi haftalarda Eron atrofidagi harbiy faollik sezilarli darajada oshgani, mintaqada raketa va dron tahdidlari ko'paygani haqida ogohlantirishlar yangragan edi. G'arb ommaviy axborot vositalari ehtimoliy yuqori aniqlikdagi zarba yoki uzoq masofadan boshqariladigan uchuvchisiz apparatlar qo'llangan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Biroq hech bir davlat javobgarlikni o'z zimmasiga olmagan, shu sababli hodisa hozircha noma'lum manbadan amalga oshirilgan zarba sifatida baholanmoqda. Afg'oniston Pokistondagi yadroviy obyektga zarba berdi. Afg'oniston harbiylari Pokistondagi yadroviy obyektga hujum qildi. Bu haqda Afg'oniston telekanali Ara News xabar berdi. Telekanal ma'lumotiga ko'ra, zarbalar Xaybar Paxtunva viloyati Abbotobod tumani yaqinidagi obyektlarga yo'naltirilgan. Xususan, nishonlar orasida yadroviy poligon hamda Pakistan Military Academy bo'lgan akademiya Kakulda joylashgan bo'lib, Pokiston quruqlik qo'shinlari uchun ofitserlar tayyorlaydigan asosiy harbiy o'quv markazi hisoblanadi. Telekanal yuzlab halok bo'lganlar va yaradorlar haqida xabar bergan. Jabrlanganlar shifoxonalarga yotqizilgani aytilgan. Tolibon Abbatoboddagi zarbalarni tasdiqlagan. Shuningdek, zarbalar Faysalobod yaqinidagi harbiy lagerda hamda Jamruddagi bazaga berilgani ma'lum qilingan. Afg'on tomoni bu harakatlarni avvalroq Kobul, Qandahor va Paktiyaga berilgan zarbalarga javob sifatida izohlagan. Nima deb o'ylaysiz? Tolibon Pokistonga jiddiy zarar yetkaza oladimi? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Ukraina iqtisodiy kelajagi Londonda hal bo'lyaptimi? Sunakning tayinlovi katta o'yindan darak. Buyuk Britaniyaning sobiq bosh vaziri Rishi Sunak Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning iqtisodiy tiklanishi bo'yicha bir nechta xalqaro maslahatchilardan biri lavozimini egalladi. Bu haqda hujjatlarga tayanib The Independent xabar berdi. Gazetaning yozishicha, sobiq bosh vazir Zelenskiy Ukrainaning iqtisodiy yangilash bo'yicha xalqaro maslahat kengashi tarkibida haq to'lanmaydigan faoliyatini boshlagan. Maslahat kengashi ham Zelenskiyga ham uning iqtisodiy maslahatchisi Kanadaning sobiq bosh vaziri o'rinbosari Christian Firlandga maslahat beruvchi ekspertlar guruhini shakllantirishi kutilmoqda. Sunak bosh vazir sifatida Ukrainani qo'llab-quvvatlash u uchun sharaf bo'lganini va hozir ham ushbu ishni davom ettirishdan mamnunligini bildirgan. G'arbga kuchli Ukraina kerak, kuchli Ukrainaga esa kuchli iqtisodiyot zarur, deydi u. Tolibon ichki ishlar vaziri Pokiston xalqidan armiyasining fikrini o'zgartirishni so'radi. Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgan Tolibon harakatining ichki ishlar vaziri Sirojiddin Haqqani Pokiston bilan munosabatlar keskinlashib borayotgan bir paytda murojaat bilan chiqib, bevosita Pokiston xalqiga yuzlandi. U o'z nutqida ikki davlat o'rtasidagi tarixiy yaqinlik, diniy va madaniy rishtalarni eslatib, bugungi siyosiy yo'nalish islom olami manfaatlariga zid tus olayotganini ta'kidladi. Haqqani Pokistonni musulmon va e'tiqodli davlat sifatida tilga olib, Afg'on va Pokiston xalqlari o'nlab yillar davomida urush, beqarorlik
turli qochqinlar inqirozi hamda mintaqaviy bosimlarni birgalikda boshdan kechirganini eslatdi. Uning fikricha, aynan shu tarixiy hamkorlik ikki xalqni yaqinlashtirgan. Biroq hozirgi siyosiy qarorlar bu ishonchga putur yetkazmoqda. Tolibon rasmiysi Pokiston rahbariyatini tanqid qilib, mamlakatni boshqarayotgan siyosiy elita xalqni ongini kengaytirish, mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash o'rniga noto'g'ri strategik yo'nalishga kirib borayotganini aytdi. U Pokiston iqtisodiyoti murakkab davrni boshdan kechirayotganini, tashqi siyosatda esa xalqaro maydonda tobora yakkalanish xavfi kuchayib borayotganini ta'kidlab, bunday vaziyatda qarama-qarshilikni kuchaytirish emas, balki qo'shnilar bilan murosa va hamkorlik zarurligini urg'uladi. Haqqoniy nutqida afg'on xalqining uzoq yillik urushlarda qanday sharoitlarda yashaganini eslatib, Tolibon harakati zamonaviy qurollar yoki yirik harbiy resurslar yordamida emas, balki xalq qo'llovi irodasi bilan kurash olib borganini alohida qayd etdi. U Pokiston jamiyatidagi turli qatlamlarga, siyosatchilar, diniy ulamolar, ziyolilar va milliy oqsoqollarga murojaat qilib, mamlakat armiyasining Afg'onistonga nisbatan siyosatini qayta ko'rib chiqishga ta'sir o'tkazishga chaqirdi. Haqqoniy fikricha, ikki davlat o'rtasida ishonchni tiklash faqat hukumatlar darajasida emas, balki jamiyat bosimi va xalq irodasi orqali amalga oshishi mumkin. U harbiy qarorlar mintaqaviy barqarorlikka xavf tug'dirishi, chegaralarda keskinlikni kuchaytirishi hamda musulmon davlatlari o'rtasida bo'linish paydo bo'lishi mumkinligini aytdi. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi, surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. Fojiali o'lim. Epstein fayllarida qozog'istonlik qizning ismi bor. Amerikalik moliyachi va yirik jinsiy jinoyatlar markazidagi shaxs Jeffrey Epstein o'z hamkasblari bilan qozog'istonlik top model Ruslana Karshunovaning hayotini va 2008-yilda uning Manhattanda fojiaviy vafot etganini muhokama qilgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda RIA Novosti nashri yozdi. Ruslana Karshunova qozog'istonlik model bo'lib, uzun tillarang sochlari uchun Rus Rapunzel deb nomlangan. Uning karyerasining cho'qqisi 2008-yilga to'g'ri kelgan va u shu yili G'arbning yetakchi brendlari reklamalarida ishtirok etgan. Karushunova 2008-yil yozda 21 yoshini to'ldirishidan 4 kun avval Manhattandagi uyning 9-qavatidan tushib ketgan. Uning vafotiga turli taxminlar bildirilgan, ammo hech kimga rasmiy ayblov qo'yilmagan. Ayrim ommaviy axborot vositalari Karushovaning shaxsiy hayoti murakkab ekanligi va sektalar bilan bog'liqligi haqida yozgan. Shuningdek, G'arb ommaviy axborot vositalari Karushunova 18 yoshida Epstein oroliga borganini aniqlagan. Epstein hujjatlarida Karushunovaning ismi 1-mart 2009-yil dekabr oyida paydo bo'lgan. Uning hamkori Ramsey Ekholli Epsteinga bir necha modellar, shu jumladan Regina nomli ayol bilan uchrashishni taklif qilgan. Ekholli Reginaning sevgilisi borligini, shu sababli u uchrashuvga yolg'iz kelmasligini, shunga qarab uchrashuv zarurligini baholash kerakligini qayd etgan. Reginaning sevgilisi avval Ruslana Karshunovaning sobiq yigiti bo'lgan. Men uni Ruslana vafot etganida tanidim. U hamisha yonida bo'lib, politsiyaga bordi, yordam taklif qildi, onasiga tasalli berdi deb yozgan Ekholli. Boliviyada pulga to'la samolyot qulab tushdi. Boliviyada naqd pul ortilgan harbiy yuk samolyoti halokatga uchrashi oqibatida kamida 15 kishi halok bo'ldi. Bu haqda The Guardian xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, 27-fevral kuni Boliviya poytaxti La Paz shahri yaqinida banknotalar ortilgan harbiy yuk samolyoti halokatga uchragan. Oqibatda kamida 15 kishi halok bo'lgan. Halokat tufayli avtomagistralda 10 ga yaqin transport vositalari shikastlangan va kupyuralar yerga sochilib ketgan. Qayd etilishicha, S-130 samolyoti Sharqiy Santa Cruz shahridan o'tib La Pazdagi xalqaro aeroportga qo'nish paytida halokatga uchragan. Boliviya havo kuchlariga tegishli samolyot Markaziy bankdan boshqa shaharga yangi banknotalarni olib ketayotgan bo'lgan. Yong'in xizmati boshlig'i Pavel Tovar halok bo'lganlar samolyotda yoki La Paz aeroporti yaqinidagi avtomagistralda bo'lganiga hozircha aniqlik kiritmagan. Samolyot qoldiqlari, vayron bo'lgan mashinalar va jasadlar yo'lga sochilib ketgan. O't o'chiruvchilar samolyotni qamrab olgan, alangani o'chirishga muvaffaq bo'lishgan. Mahalliy ovlardan olingan kadrlarda odamlar kupyuralarni yig'ishga shoshilayotgani, politsiya esa ularni ko'zdan yosh oqizuvchi gaz yordamida tarqatib yuborishga urinayotgani ko'rsatilgan. Mudofaa vazirligi halokatni tasdiqlagan, ammo qo'shimcha ma'lumot bermagan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.